Assalomu alaykum do'stlar. Arzon narxda 2 xonali kvartira so'raganlar bo'ldi. Yangi domdan 2 xonali, liftine ega, parkovkalari, balalar o'yingohi, besedkalari, gazi, suvi, sveti, transportlardan muammo yo'q yerdan so'rab turganlar. Tashab qo'yamiz yaqinlara do'stlar. 8-etajda 60 kvadrat yevro ta'mirdan chiqqan. Girib hozir o'zlaringiz guvohi bo'lasizlar. Kuzatishni davom etinglar. Like'lar bilan do'stlar. Arzon narxda. Hozirgi kunda bilasizlar, korobka joylanam 6, 6,5, 7 arzonroqlar ham chiqib turibdi, lekin ko'pincha shu narxlarda hozir remonti bilan kvartira chiqishi kam holatda kuzatiladi. Inshora gap to'xtaydi. Marshrutkamiz shuni tushdingiz, girdingiz. Shagovoy dostupmiz, maktab, bog'cha hamma bor. Lifti bor deb aytib o'tdik. 8 ga ko'tarilamiz. Eng do'stlar, liftimiz ajoyib. Hozirgi zamon talabidan javob beradi yurtdoshlar. 8-etajimizga yetib keldik. Do'stlar, podyezdimizning ko'rinishi bo'ladi. Bu tomonda kvartiramiz, qator shuning joylashgan yurtdoshlar. Shu kvartiramiz bilan obzorni qilamiz. Kuzatishni davom etinglar. Girish eshiklarimiz uteplyonli zamonaviy eshiklar qo'yilgan bo'ladi. Shuning remontdan chiqqan, sozlangan, taqlangan joy. Girasiz, kelib döşashtirib yashab ketaverasiz. Girgandan aboylar qilingan, laminatlar döşalgan bo'ladi, patologlar ham ishlangan. O'ng tomonimizda domofonlarimiz, avtomatlarimiz. Aboylanma ishi do'stlar, bu yerda hojatxonasi chap tomonda, rakovina, unitaz, kafellar urilgan, ariston suvni isitish tizimi. Gap yo'q. Bu tomonda koridor bo'yicha kelsak, vannamiz отдельный. Vannasi isitish tizimlari bu yerda kir mashina, rakovina qo'ysa bo'ladi ekan yurtdoshlar. Endi bu yerda bonusini ko'p kvartiralarda bu narsa kuzatilmaydi, bilasizlar. Kladovishimiz yurtdoshlar, kerak narsa suv cho'chishlar o'rnatilgan ekan. Eshiklarimiz haqida aytib o'tirmak kerakmaydi. Ajoyib eshiklar, nalishliklari bilan. Bu yerda balkonuna ega kuxnya, oshxonamiz bo'ladi. Bu yerdan o'tirib ovqatlansa bo'ladi. Ploshit keng, ajoyib. Kafel fartuqlar urilgan, rozetkalar tashalgan, isitish tizimlari, duxkonturli kotel o'rnatilgan, santexnik ishlar qilingan, laminat döşalgan bo'ladi, stabilizator, reduktor, invertini, gaz o'chiruvchilar. Bu yerda lustramiz do'stlar, lampochka birisi o'rnatilibdi ekan. Sazlab olasizlar. Balkoni yurtdoshlar Shidan turaverasizlar, qanday go'zal bu olam bir qaralab. Bu yerda balalar o'ynamoqqa sharoiti bor. Ограждение железник qilingan. Bu yerda balalar o'ynash uchun ограждение qilib qo'yibdilar. Bolalar kirib bemalol hech qanday transportlar xalaqsiz undan avtobus qo'yadi. Полный eshikingizni eldanasa galani. Yangi novostroyka dom, liftini ega 8-etajda 60 kvadrat metr, remonti bilan narxini oxirinda aytamiz, qiziqlari. Gelasizlar, yana kelishiladi deb ham turibdi egasi. Bu yerda spalnyamiz bo'ladi. Yurtdoshlar, spalnya. Remontdan yaqinda chiqqan narsa. Xonalar ajoyib yarki remont qilingan. Ularning qora bo'ylamas. Bu yerda atachento bo'y qilingan zalimiz. Zaldan polni mehmonlanganda keng ajoyib. 2 oynasi yarki, katta oynalar. İnşallah obunachilarimizdan birine nasib etki, like'larni bosib beringlar. Shu narsani bosib o'tirgan yurtdoshlarimiz hammangizga katta rahmat. Alohida duodamiz, ilohim Alloh taolo ajoyib joylar bilan sizlarni siylasin, bizlarni sababchi qilsin. Narxini juda yozib ko'pmiz. Kelinglar, egasi bilan halol savdolashib olavering. Amon bo'ling, reklama xizmatlarimiz uchun 93 869 11 11 shu nomerlarga uraverasizlar. Salomat bo'ling.